Assalomu alaykum aziz dindoshlar. 35-darsimizga xush kelibsiz. Bugungi darsimizda vo harfini yozishni hamda o'qishni o'rganamiz. Ushbu harfni biz oldin ko'rganmiz, esingizda bo'lsa, to harfi bilan mana bir xil yoziladi. So'z boshida ham, so'z o'rtasida ham, so'z oxirida va alohida holatda. To harfi bilan bir xil yoziladi. Keyin e'tibor bering, mana hamma holatda bir xil yoziladi, faqatgina so'z boshida undan keyin biror bir harf bo'lgani uchun quyidagi cho'pcha qo'yiladi ulash uchun. So'z o'rtasida esa undan oldin va keyin harflar bo'lgani uchun ikkita cho'pcha qo'yiladi ulash maqsadida. So'z oxirida ham undan oldingi harfga ulash uchun cho'pcha qo'yiladi. Alohida holatda esa hech qanaqa cho'pchalari yo'q. Aytib o'tganimdek, bu harf to harfi bilan bir xil yoziladi. To harfini o'tganimizda ushbu harfni dars oxirida yozib ko'rsatib bergandim, esingizda bo'lsa. Shu harf bilan bir xil yoziladi, faqatgina qarang, to harfidan farqi buni ustida nuqtachasi bor mana. Shunga juda ham e'tibor berishingizni xohlardim. Demak, ustida nuqtachasi bo'lmasa bu to harfi ekan, ustida nuqtachasi bo'ladigan bo'lsa bu vo harfi bo'lar ekan. Tushunarli? Endi ushbu harfni o'qilish sohasiga kelsak, ya'ni buni qanday aytamiz? Birinchi shuni ko'rib olamiz endi. Ushbu vo harfi mana ko'rib turganingizdek, kecha o'tgan chuchuk zimiz bor edi-ku, va zo. O'shanga o'xshab mana oldi keladi, tilingiz aytib turgan bo'lsa, tasavvur qiling, keladida, mana oldi chizgiga tegadi. Faqatgina kechagi zimizdan farqi endi tilingizni orqasi ham ko'tarilishi kerak hisoblanadi. Demak, tilingiz aytib turibdi, til kelar ekan. Oldi tishga tegadi, o'z-o'zidan keyin u oldi tishga tegizgandan keyin pastiga ham o'z-o'zidan tegadi, tabiiy holatda. Tilning orqasi ko'tarilishi kerak ekan. Kechagi zdan farqi shu. Kechagi zimiz sizdan mana tilimiz aytib turganda va mana aytayotgan paytimiz kelar tishimizga tegardi, oldi tishimizga. Hamda til ozgan chiqadi, qarang. Va vodir. Kechagi z edi bu. Chuchuk z edi. Bu esa kechagi zdan farqi til endi nima qilish kerak? Orqasi ham ko'tarilishi kerak hisoblanadi. Shunday qilsangiz bo'ldi, oldi tishga tegizasiz, hamda tilingiz orqasini ko'tarsangiz, o'z-o'zidan arabiy harf bo'ladi. Demak, bir aytib ko'ramiz birgalikda. Qani boshladik. Vo. Shu holatda aytaverasiz. Endi qolgan qoidalar bilan tanishsak. Buni aytilishi bo'yicha menimcha muammo qolmadi. Endi qarang. Arab tilidagi bu harf 3-z hisoblanadi. Nega? Chunki esingizda bo'lsa, biz birinchi zni 9-darsda o'tgandik mana. Quyidagi holatda yozilardi. 9-darsda o'tganmiz. Hozir daftardan ko'rsataman. Mana hozir daftardan ham ko'rsataman. Mana esingizda bo'lsa, 9-darsimizda o'tgandik mana so'z boshida, o'rtasida, alohida. O'zidan keyingi harfga qo'shilmaydi o'tgan. Bu birinchi z edi. Ya'ni ki nima edi? Za harfi deb atalardi. Bu birinchi z edi. Buni biz 9-darsda o'tgan ekanmiz. Endi ikkinchi z bor. Ikkinchi z-ni esa 34-darsda o'tdik. Bu qaysi edi u? Mana. Esingizda bo'lsa, mana buni kecha o'tdik, buni chuchuk z dedik mana. Bu ikkinchi z edi. Va zo deb o'qilardi, masalan. Bugun o'tadiganimiz esa bu vo harfi nima ekan? Bu arab tilidagi 3-z harfi hisoblanadi ekan. Keyin eslab qoling, buni ustida cho'pcha kelsa, mana pastga sig'may qoldi, mana yozib qo'ydim. Ustida cho'pcha kelsa za emas, nima o'qilar ekan? Vo deb o'qilar ekan. Demak, bu ustida cho'pcha kelsa o o'qiladigan harflarning biri hisoblanar ekan. Endi kitobdagi so'zlarni birgalikda o'qib ko'ramiz. Kitobdagi so'zlarni bir boshdan boshlab o'qiymiz. Faqatgina 3-so'zga e'tibor bering. Bu f harfi sizda ham ikkita nuqta qo'yib qo'ygan bo'lsa, buni bitta nuqta qo'yib qo'ying, chunki u narigi kitobdan ko'chirilgan. Shuning uchun bu f bo'lishi kerak. Xo'p, birinchi so'zdan boshlab o'qiymiz. Ya'ni e'tibor beradigan joyingiz ustida cho'pcha kelsa, bunda o o'qiladi. Shunga e'tibor berasiz. Von. Endi bunisi Zil. Bu f deb aytib o'tdik. Fel. Shunda qarang, e'tibor bering. Ustida buni yumaloq kelsa, ozgina sirg'altiriladi. Shunga juda ham e'tibor berishingizni xohlardim. Demak, ustida nima kelsa, yumaloq kelsa, sirg'altiriladi. Bunga ham e'tibor berasiz. Ustida yumaloq kelsa, ozgina sirg'altiriladi. Shunda Hav. Endi bunisi bu ham ozgina sirg'altiriladi. Av. Lav. Bu yoqdagi so'zlarni tez-tez ko'rib ketaveramiz, chunki so'zlar soni juda ham ko'p ekan. Zafar. Nazar. Hazar. Zamar. Xo'p, endi pastdagi so'zlarga tushdik. Pastdagi so'zlarni ham bir boshdan o'qib ketaveramiz. O'qish qoidasi har doimgidek, birinchi harf, keyin tepa pastda biron bir belgi chiqib qolsa o'qib ketaveramiz, shu holatda o'qiyveramiz. Xo'p, endi bunisini o'qiydigan bo'lsak, Zalaf.
Endi bunisi عظم نظم ظلف yana shu yerda e'tibor bering. Bunisida cho'pcha kelsa o o'qiladi. Ya'niki a o'qib qo'ymang. Bu ya'ni 3-z harfini yana bir xossasidan biri ustida cho'pcha kelsa nima qilar ekan? O o'qilar ekan. Keyin qarang, bu harfni boshqacha ismlari ham bor. Buni qo'pol z ham deb ataladi. Chunki qo'polroq o'qiladi-da bu. Buni yana tajvidda to'liq o'tamiz. Hozircha yana bitta ismi qo'pol z deb atalar ekan. Hamda ustida cho'pcha kelsa o o'qilar ekan. Shunga e'tibor berasiz. Endi bunisini o'qib ko'ramiz. ظلف Endi ushbu so'zni o'qib ko'ramiz. Bu yerda e'tibor beradigan joyimiz bu yerda h bo'g'iq h hisoblanadi. Hamda buni ustida yumaloq kelsa ozgina sirg'altiriladi degan, ustida sukun kelgan paytida, yumaloq kelgan paytida. Shunga e'tibor berasiz. Endi birgalikda o'qib ko'ramiz. حظل Mana talaffuzdan ham bilsangiz bo'ladi, ozgina sirg'altirilyapti. Xo'p, endi bunisini o'qib ko'ramiz. ظلم ظهر Endi pastdagi so'zlarni bir boshdan boshlab o'qiymiz. أظهر أظفر مظهر منظر Xo'p, ushbu so'zga ham e'tibor berasiz. Sizni kitobingizni ham e'tiborli to'g'rilab qo'ying. Bu ustida u bo'lishi kerak, chunki bu aytib o'tganimdek narigi kitobdan ko'chirilgan. Xo'p, shunda o'qib ko'radigan bo'lsak, مظهر hop, bu yoqda yana 3 ta so'z bor ekan, shularni ham o'qib ko'ramiz. مظلم ظهر يظهر Endilikda yana pastdagi so'zlarni o'qiymiz. Ko'p harflarni taniganimiz uchun sal tezroq o'qiyapmiz hamda so'zlar ham sal ko'proq, to'g'ri tushunasizlar. Xo'p, endi ushbu so'zdan boshlab bir boshdan boshlab o'qib ketaveramiz. نظر ينظر ظلم يظلم انتظم ينتظم Bu yoqda e'tibor beramiz. Sin harfini ustida yumaloq kelsa ozgina sirg'altirilarda, shunga e'tibor beramiz. استعظم Bitta ham xuddi shu. يستعظم Endilikda pastdagi so'zlarni birgalikda o'qiymiz. Mana chuchuk z bilan bugun o'tgan zimizni ikkalasini solishtiryapti, qarang. Birinchisi zafar. ظفر Endi bunisini o'qiymiz. Bunda ham mana bu ikkita harflar solishtiryapti. Shunda حضر حضر endi bunisini o'qiymiz. ظهر ظهر Bu yoqda ham ikkita so'z bor ekan, shuni ham o'qib qo'yamiz. زهر ظهر Hamda yana pastda ikkitagina so'z qoldi, shularni o'qiymiz. أزهر أظهر أعزم أعظم Xo'p, sizga uyga sifa har doimgidek birinchi leksiyani ko'chirib olasiz hamda kitobdagi so'zlarni hammasini bir boshdan boshlab yozasiz. Shu bilan hammalarni tabriklayman. Xudo xohlasa hamma harflarni o'tib bo'ldik. Endi keyingi darslarimizdan boshlab yana ayrim qolib ketgan narsalarni o'tamiz hamda bitta darsdan keyin Xudo xohlasa to'liq tajvidga tushamiz. Yoki bo'lmasa ertaga ham tajvidga tushishimiz mumkin. Tajvid deganda shu Qur'oni Karimdagi hamma belgilarni, so'zlarni bir-biriga o'qishni, hamma qoidalarni bir boshdan boshlab Xudo xohlasa keyingi darsimizdan boshlab o'rganishni boshlaymiz. Birinchi bo'limimiz, ya'ni arab tili alifbosi bo'limi tugadi. Keyingi darsdan ikkinchi bo'limda boshlaymiz.